rovna 3:45 da kirdim ha. Dars kirsam 4 dan 5 ta o'quvchi qolibdi, ularga dars bo'ladi. Men o'sha bilib oldim. Ha. Dars bo'ladi mana. Dars davom etyapti mana. Vazifa 100-paragrafdan beriladi mana. Qarang, 100-paragraf tenglama. Trigonometrik tenglamalar. Saydahror, rapras. Ketdi ismingiz videodan. Ketdi o'sha. Siznikini ham aytib qo'yishim mumkin. Shuning uchun. Shuning uchun e'tiborli bo'lib turing, o'zim ismingizni aytib qo'yaman, keyin trend bo'lib ketadi. 100-paragraf qarang. Sinus kvadrat x teng 1/4 turibdi. Bu tenglama ishlash kerak. Trigonometrik tenglama eng soddasi. Buni ildiz olib ham ishlash mumkin edi. Hammaga shu xayol keladi-da. Ikkala tarafdan ildiz olib borsak bo'ladi. Undan ko'ra yaxshiroq metod bu yerda darajani pasaytirish. Darajani pasaytirish formulasi, ya'ni ikkilangan yarim burchak formulasini ham deb ataganmiz. Ya'ni 1 minus kosinus 2x bo'lingan 2 teng 1/4. Proporsiya qilib olsangiz, bu yerda mana tenglama hosil bo'lyapti. Oxiri kosinus 2x teng 1/2 bo'lyapti. Endi buni bilasiz. Umumiy yechim holat. Kosinus 2x teng 1/2 bo'lganda, endi men 2x bo'lgani uchun 2x teng bo'ladi. Qarang, plus minus r kosinus 1/2 bo'lardi. U degani pi/3 plus 2 pi kelgan. Men 2x bo'lgancha 2 ga bo'lib qo'yasiz, mana javob. Endi bu misol 4 sinus kvadrat x minus kosinus x minus 1 bo'lsa, bunda aniq ko'rinib turibdiki, buni belgilash, kiritib ishlash kerak bu tenglamani. Bu yerda sinus turibdi, bu yerda kosinus. Bir xil bo'lish kerak. Bizga belgilashimiz uchun bitta noma'lum bo'lishi kerak. Sinus kvadrat x da 1 minus kosinus kvadrat x deb yozib olsak. Qarang. Bilasizmi? Bilasiz ayting. Keyin chiqing unda. Keyin sinus kvadratni 1 minus kosinus kvadrat x deb olsak, hammasi kosinusga kelyapti. Kaos ochib yubordim. Keyin 4 bilan 1 ni soddalashtirib, bu holatga olib kelyapti. Keyin minus 1 ga bo'lib yubordim. Mana 4 kosinus kvadrat x plus kosinus x minus 3 bo'lib, endi bu yerda ko'rinib turibdiki, kosinus x ni a deb belgilash kerak bo'lish kerak bu yerda. Kvadrat tenglamaga kelyapti-da. Kvadrat tenglamani bu bola yaxshi biladi. Kosinus x teng a bo'ladigan bo'lsa, 4a kvadrat plus a minus 3 bo'lib qoladi. Kvadrat tenglamani aytsak, bu yerda diskriminant 49 bo'lyapti. Demak, minus 1 bo'ladi, mana yerda 1 plus minus 7. 49 dan 7 chiqadi. İşlesangiz minus 1 bilan 3/4 chiqadi. Demak, biz belgilash kerak bo'lganimiz kosinus x teng minus 1 ekan. Buni ishlaymiz u. Xususiy hol bu. Qachon minus 1 ga teng bo'ladi? Kosinus pi da va unga 2 pi k ni qo'shamiz. Kosinus x teng 3/4. Endi buni bilmaymiz. Universal formulaga qo'yamiz. Plus minus r kosinus 3/4 plus 2 pi k. To'g'rimi? Mana shunday qoladi bu. Endi bunaqa misollar ham bor, sodda turibdi o'zi, lekin albatta bunday ishlash kerak. Tangens x teng katangens x bo'lib qolsa, katangens x nima degani bu? 1/2 tangens x degani. Buni proporsiya qilib olsak, tangens kvadrat x teng 1 bo'lib qolsa, yana buni ildiz olib ishlagan yaxshi emas. Buni yana yarim burchak formulasiga qo'yib olganimiz yaxshiroq. U formulani biz ikki xil nomlaymiz. Yarim burchak formulasi va darajani pasaytirish ham deyiladi bu. Mana tangens kvadrat x bunga tengda. 1 minus kosinus 2x u 1 plus kosinus 2x mana. Teng 1. Qarang, kvadratni daraja pasayib ketdi. Osonlashib qoladi ishimiz. Keyin proporsiya qilib olsak, mana holat kelyapti va kosinus 2x teng 0. Kosinus 2x qachon 0 ga teng bo'ladi? U ham xususiy hol pi/2 da 0 bo'ladi. Kosinus unga pi ni qo'shsangiz yana 0 bo'ladi. Ya'ni pk davr bilan chiqadi. Endi 2x bo'lgancha 2 ga bo'lib qo'ysa mana javob. Mana shu to'liq javob bo'ladi. Mana shu tenglamaning javobi shu. Biz undan oldingi darslarda faqat mana shu joyini o'tdik xolos. Endi umumiy ishlashga to'g'ri kelyapti. Bu tenglamalarni ishlash uchun bizga oldingi bilimlarimiz kerak bo'ladi. Oldingi bilimlarimiz bo'lsa, keyin o'sha xususiy hol, universal holat hammasini bilsak, sinus, kosinus, tangens, katangesni
umuman muammo bo'lmaydi tenglama ishlashda. Xo'p, endi sal murakkabroqini ishlayapmiz mana. Ushbu tenglamani yechish kerak. Qarang, hammasi x turibdi, mana yerda sinus x, kosinus x, mana yerda kosinus 2x turibdi-da. Bunda biz belgilashdan kirita olmaymiz, qiyin turibdi-da. Shuni biz ikkilangan burchak formulasiga qo'yib yuboryapmiz. Kosinus 2x degani kosinus kvadrat x minus sinus kvadrat x bo'lyapti. Kaos ochib olsak, 3 ko'paytirib olamiz. Bunga, bunga ham, bunga ham. Bu bilan buni soddalashtirib olsak, 3 dan 1 ayrilib minus 2 sinus kvadrat x bo'lib qolyapti. Mana yerda bu turibdi, qolgan turibdi. Endi bu yerda shunaqa misollar hozir ishlash davomida ko'rasizlar. Bu tenglama aytayaptiki, kosinus kvadratga bo'lib yubordim meni deb aytayapti. Ha. Kosinus kvadratga bo'lib yuborish kerak. Endi sal oldinda ko'ra olishimiz kerak edi. Kosinus kvadratga bo'lib yuborishimiz mumkin bu yerda. Imенно plusli songa bo'lib yuborishingiz mumkin. Tenglamada shunaqa narsa bor. Umumiy bu trigonometrik tenglamada emas, istalgan tenglamada tenglikni ikkala tarafi ham bir xil songa bo'lib yuborishingiz, ko'paytirib yuborishingiz, qo'shib yuborishingiz mumkin. Kosinus kvadratga bo'lib yuboryapmiz. Kosinus x ga bo'lib yuborish ham yaxshi emas. Kvadratda bo'lmasa bo'lib yuborish yaxshi emas. Kosinus kvadratga bo'lib yuborishlik yaxshi. Nimaga? U doim plus bo'ladi. Kosinus doim plus bo'lgani uchun, kosinus doim plus emas. Kosinus kvadrat doim plus. Shuning uchun kosinus kvadratga bitta bo'lib chiqyapmiz. Buni bo'lamiz, buni ham bo'lamiz, buni ham bo'lamiz. Kosinus bilan kosinus qisqarib 3 qolyapti. Bu sinus bilan kosinus tangens kvadratni beradi. Mana kosinus bitta kosinus bilan qisqarib ketsa 5 tangens x bo'lib qoladi. Mana bir noma'lumni tenglamaga kelib qolyapti mana, sevara. Bo'ldi endi. Chiq bo'ldi. YouTube'ga qo'yaman buni. Bu hakim bo'ldi. Qo'yaman men. Tangens x teng a deb belgilab olamiz-da. Keyin yana kvadrat tenglama ishlasak, diskriminant 49 bo'lyapti. A1 A2 topadigan bo'lsak, 3 bilan minus 1 taqsim 2 chiqyapti. Demak, tangens x'imiz teng 3 ekan. Bundan x teng arctangens 3 plus pk bo'ladi. Keyin tangens x'imiz minus 1 taqsim 2 bo'lsa, x teng minus arctangens 1 taqsim 2 plus pk bo'ladi. Yechim chiqadi. Mana ikkala yechim chiqdi shunda. Endi bu tenglamalarda ishlash o'zingizning qobiliyatingizga bog'liq bo'ladi. Xohlang kosinus kvadratga bo'lib oling, xohlang sinus kvadratga bo'lib oling yoki ko'paytuvchilarga ajrating. Trigonometrik xossalardan foydalanasiz va oldingi mavzulardan foydalangan holatda ishlaysiz. Ko'proq belgilash, kiritib olish kerak bo'ladi. Onga o'xshab. Va oxirgi oqibat mana joyda bilamizda biz o'rgan bo'ldik. Tangens x teng 3, mana tangens x teng minus 1 taqsim 2, xullas mana kosinus 2x teng 0, undan keyin mana yerda ham kosinus x teng minus 1, kosinus x teng 3 taqsim 4. Mana shu joylarga olib kelib olish kerak. Nima qilib bo'lsa ham. Shuning uchun yaxshilab harakat qilasizlar, 100-paragrafdan uyga vaysib beraman. Eslayver.